Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz saboq olishni o'rganamiz. Darsimiz shiori: xatodan qo'rqma, ammo undan saboq ol. Darsimiz rejasi: darsni 3 qismga bo'lib oldim. Bular kirish qism, asosiy qism hamda yakuniy qism. Kirish qismda salomlashamiz, davomat olamiz, sinfni darsga tayyorlaymiz hamda aqliy hujum metodidan foydalanamiz. Asosiy qismda yangi mavzuni bayon qilamiz, guruhli topshiriq, vaziyatli o'yin o'ynaymiz. Yakuniy qismda uyga vazifa berish hamda baholaymiz. Dars maqsadi: ta'limiy maqsad o'quvchilarga hayotiy voqea va xatolardan to'g'ri xulosa chiqarish, saboq olishning ahamiyatini tushuntirish. Tarbiyaviy maqsadi: o'quvchilarda o'z xatti-harakatlariga tanqidiy qarash, xatoni tan olish va uni takrorlamaslikka intilish fazilatlarini shakllantirish. Uchinchisi, rivojlantiruvchi maqsad: o'quvchilarning mustaqil fikrlash, hayotiy vaziyatlardan saboq chiqarib, to'g'ri qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish. Xo'sh, o'quvchilar, sizlarga savol: siz oxirgi marta qachon bir xatodan saboq oldingiz? Ikkinchi savol: nima deb o'ylaysiz? Odamlar nega xato qilishadi? Uchinchi savol: xato qilish qanchalik yomon? Barakalla o'quvchilar, javoblaringiz bilan ham tanishib oldik. Endi saboq olish nima degan savolga javob izlaymiz. Saboq olish xatodan to'g'ri xulosa chiqarib, o'z xatti-harakatlarini yaxshilash demakdir. Saboq olish xatoni qayta qilmaslik va yaxshilikka intilishdir. Yaxshi odat hosil qilish: agar o'sha voqealardan yaxshilikni o'rganib, yaxshi odat hosil qilsak, bu ham saboq olganlikdir. Faqat hech narsa qilmagan odam xato qilmaydi, deydi dono xalqimiz. Biz xato qilganimizda noqulay ahvolga tushamiz va bu bizga yoqmaydi. O'zimiz uchun zarur biror ishni qila olmasak, bundan tushkunlikka tushamiz. Harakat qilishning foydasi yo'q degan xayolga ham boramiz. Aslida bu biz o'ylaganchalik yomon emas. Inson ham qachon noumid bo'lmasligi kerak. Xatolar tufayli biz yangi narsalarni o'rganamiz va bu oddiy hol ham hisoblanadi. Yangi narsani o'rganayotgan odamning adashishi tabiiydir. Ilgari bilmagan, qilib ko'rmagan ishimizni qilsak, birdaniga yaxshi natija chiqarmasligimiz mumkin. Tasavvur qiling o'quvchilar. Muz ustida uchishni o'rganayotgan odam avvaliga ko'p qoqiladi, toyib yiqiladi, lekin tinmay mashq qilaversa, bir kun kelib murakkab va chiroyli sakrashni amalga oshirishni o'rganib oladi. Xo'sh, o'quvchilar, saboq olishni o'rganish deganda tasavvurga ega bo'lgan bo'lsangiz, sizlar bilan 2 guruhga bo'linamiz hamda har bir guruhga bittadan vaziyat beraman. Birinchi guruhga: bolalar futbol o'ynab derazani sindirishdi. Ular bundan qanday saboq olishlari kerak edi? Ikkinchi guruhga: bir bola darsga uy vazifani qilmasdan keldi. O'qituvchi so'raganda u vaqtim bo'lmadi deb bahona qildi. Ikkala guruhga ham ikkita vaziyat berildi. Shu voqealardan qanday xato qilganligini topishlari hamda guruhimiz bilan muhokama qilgan holda bola bunda qanday saboq olishi kerakligini aytib berishlaring kerak bo'ladi. Uyga vazifa qilib esa men qanday saboq oldim degan savolga 4 ta voqea, 4 ta o'sha voqeadagi xato hamda 4 ta voqeadagi xulosa, ya'ni saboqimizni yozib kelish uyga vazifa qilib topshiriladi. Bugungi darsda